Osmani sultanları. Osman Beg Osmani dövletining birinci padişahı. Hüküm sürgen devri 1299 yıldan 1326 yıllar. Osman Beg Osmani dövletining qurg'uchisi. Qoyi qabilasining boshlig'i Ertuğrul G'ozining o'g'li bo'lib, 1258 yili Söget degan o'rinda tug'ildi. Ahiylar tashkilotining shayxi Adabalining qo'llashi bilan boshliq bo'ldi. Atrofidagi Rim hukmronlari bilan yaxshi o'tishga tirishdi. Dushmanlik qilganlarni yo'q qildi. 1299 yili Inigul, Yarhisar va Bilajikni fath qildi. Shu yili Anatoliya Seljuqiylar sultoni uningga mustaqillik simvoli evatdi. Osman Beg 1299 yili o'zining nomida xutba o'qitdi va pul qo'ydirdi. 1301 yili yangi shahar va Ko'prihisarni fath qildi. Osman Beg zamonida Qora Mursal Izmit dengiz qo'ltig'ining janubida tunji Osmoniy dengiz armiyasi qurildi. Osman Beg Bursani muhosiraga elish jarayonida og'rib qilib, 1320 yili hukmronligini o'g'li Urxon Begga berdi. Yellik bo'g'im kasallikka giribdor bo'lib, 1324 yili vafot bo'ldi. Boshda Sögetga dafn qilindi. Bursa fath qilingandan keyin vasiyati bo'yicha Ko'mish Gumbaz degan o'ringa dafn qilindi. اذكر الصديق فخرا وابن عفان البئر سلان والفاتح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوس